Qadrdonim yaxshi holatda Gentra chiqib qoldi. Mashinamiz yili 2015-yil. Sveti, maloshniy svetda, kraskalari mana shu kapotni uchida ekan, mana shu tomon, mana shu kriloda ekan, keyin orqa kriloda ekan. Oldi orqa pechat ekan. Yana ustalariga bir qator tekshirtirib olaverasizlar. Qolagan dokumentlaring bo'ladi. Xolasiz nomingizga, xolasiz davrimiz. Mana holatlari yaxshi. Mashinaning laboy tirishnialari yo'q. Xudo xolasa salon bo'lishlari, chexollari bor, poli, kori, hamma yo'q. Soat, bakoylar qayriladi. Mashinamiz 600 ming yurgan. Mashina temir metan gazda jihozlangan. Orqa ko'rinishlari yili 2015 dedimi? Temir metanlari bor. Amerikankalari bor. Optirasi yo'q xolos ekan. Optira qo'yib olsangiz legenda bo'lasiz. Gentra 1.5. Narxi 6800 dan necha o'tib beramiz deyapti. Pastda raqam qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib baraka qilishlaring mumkin. Like bosib, obuna bo'lib qo'yasiz.